Jiga e'tibor bering, pulti spinner ekan. Nima mashina deb o'ylaysiz? Neta Air. Obzorni qilib beraymi? Saloniga o'tib ko'rsatib berishimdan oldin bitta like bosib qo'ying jiga. 401 km yurar ekan, atak 300-350 yurib beradi. Kichkinagina jijintoy mashina ekan. Diskalarini qarang. Chiroyli gap bo'lishi mumkin emas, aylantirib ko'rsatib beraman salonga kirishdan oldin. Neta Air. Sparkdan ko'ra ancha yaxshi, benzin quyib qiynalib ketmaysiz, narxiga ham yarasha mashina ekan, lekin salonini bitta ko'ring endi. 5 ключевой do'stlari bor ekan. Multirul, katta monitor, barlari ham ixchamgina, kojinli sidenyalar, e'tibor beringlar, faqat elektr paket emas. Mana obshivkalari ajoyib lekin, ruchkalari. Endi ham tablo monitorni qarang. Kichkinagina, udobniy ekan. Mashinadan bosib yuborasizmi deyman. Orqa sidenyalarni ko'ring. Ajoyib lekin. Narxi $15,000. Agar meni nomimdan keladigan bo'lsanglar, skidkalar qilib beramiz ajiga. Endi bagajini ko'ring, kattagina. Mana bu yerda zaryadkasi bor, mana korobkada komplektida qo'shib beriladigan. Bagaj bemalol. Nima bozor o'char qiladigan bo'lsangiz, xudo xolisa sig'ib ketadi. Puliga yarasha mashina lekin. Bitta yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Bunaqa $15,000 ga lekin 5 ключевой do'stib, katta monitor, rul, bunaqa mashina menimcha bermasa kerak yangisini. Chiroyli mashina ekan lekin. Ayollarga ham chotki yoki yangi haydayotgan, endi pravo olgan bolalarga ham birinchi mashinasiga lekin zo'r. Mashina olmoqchi bo'lganlarga iloji bo'lsa shundoq repost qilib qo'yamiz. Sotuvga o'qlab qo'yilgan. Bitta like bosib qo'yamiz. Bemalol kelaverasizlar. Sog' bo'linglar.